Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum. Mavlonbek aka, siz bilan bog'landikmi? Ha, Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? rahmat, Xudoga shukr. Ayni damda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilib turibman. Siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli muloqotda bo'layotgan boshlovchingiz Nodira Begim bo'laman. Ha, rahmat. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, ilohim. Aytganlaring kelsin. Allohimga chin ne'mat, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, bunday go'zal kunlarning davomiy bo'lishini tilaymiz. Dunyodagi eng baxtli, omadli insonlar safida bo'lishingizni ham chin dildan tilab qolamiz. Rahmat, rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish, alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam. Siz uchun baribir bu tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshilayotgan shukrona kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Yoshlaringiz muborak bo'lsin. Avvalo tanajoningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Qarshilayotgan 49 yoshingiz umringizning eng barakatli, eng fayzli yoshlaridan biri bo'lsin. Bugun sizning yaqin insonlaringizdan dilnoma, tabriknoma maktublar yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bunday dilnomalarni, tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Qizim bo'lsa kerak-da. Omina o'g'lim. Ko'nglingiz adashmadi, sizning eng yaqin insoningizdan biri qizingiz Ominaxon nomidan loyihamizga go'zal tabriknomalar yetib kelgan ekan. Shu bilan birga kuyovingiz Ismatullo aka nomlaridan ham yetib kelgan ekan. Mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Alhamdulillah, ularga ham tanjon sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Yoshlar chirib yurishsin, endi xotin qo'sha qarishsin. Sizlarga ham rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin. Ota-onalarning orzu-havasini ko'ringlar, qodirlarga bo'linglar. Rahmat. Ruxsat bersangiz, qizingiz nomidan tabriknomalarni, dilnomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum otajonim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Meni tarbiyalagan, mehr bergan, hayotimga yo'l ko'rsatgan eng aziz inson bu sizsiz otajonim. Biz sizning farzandlaringiz bugun minnatdorchilik bilan duo qilamiz. Allohim, bu aziz inson bizning mehribon otamizni doimo o'z panohingda asra. Sog'lig'ini mustahkam qilgin, umrlarini fayzli qilgin. Yoshlikdagi mehnatlarini, tuni bilan biz uchun bedor kechgan tunlarini mukofotlagin. Dadajonimiz,
Siz har doim orqamizda tog'dek turibsiz. Sizning hayotga sabr bilan qarashingiz, har bir mushkullikda Allohimga suyganligingiz bizga saboq bo'lmoqda. Siz bizga faqatgina yashashni emas, yashashda ma'no topishni, Yaratganga shukr qilishni o'rgatdingiz. Bugun sizni tabriklab bir og'iz so'z aytmoqchimiz. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Allohimga har kuni shukr qilamiz. Sizdek otani farzandi bo'lganimiz uchun. Har bir duoyimizda ismingiz bor. Har bir quvonchimizda sizni ko'rmoqlikni istaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin. Siz biz uchun duo, siz biz uchun baraka, siz biz uchun mehr timsolisiz. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib sinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas oxiri, so'zlarimga Xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Ayib ish qilib qilmas yer xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Yuzi nurli ajinlar serob, har ajinda asli men sabab, biror marta bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Farzandlaringizdan yuraklaridan chiqqan samimiy tilaklari bilan qizingiz Ominaxon deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Rahmat Tanjonlar, sog' bo'lsin. Shu o'g'lim ham, qizim ham baxtini bersin. Farzandlik ko'p bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin, xotirlarga borsin. Ota-onasiga yaxshi xizmat qilib, ota-onasini olgi tomonlarga yetishsin. Ularga ham Tanjonlar sog' bo'lsin, bizdan uzoq bo'lsin, ularga baraka bersin Xudoyim. Ishlaringiz omadlarini bersin doim. Tanjonlar Qizingizning samimiy dil izhorlari ko'glingizdan joy oldi degan umiddamiz. Rahmat. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqin insonlaringiz uchun ham dil izhorlaringiz bo'lsa eshitamiz. Oila a'zolarimga hammasiga Tanjonlar sog' qilsin, Xudodan shuni so'rayman. Bolalarning orzu-havasini ko'rsin. Boy bo'lsin, badavlat bo'lsin, xotirlarga borsin, bolalarning orzu-havasini ko'rsin. Ayolim bilan ham qo'sha qarib, uzoq umr ko'raylik, xotirlarga boraylik bilan. Bitta onamiz bor, boshimizda onamni ham umrini uzoq qilsin, Tanjon sog' qilsin, hamisha boshimizda soyabon bo'lib yursin. To'ylarimizga bosh bo'lib yursin onajonimizda. Qizimga ham farzand bersin ilohim, farzand davlat bersin, shu qizimga ham Tanjon sog' qilsin. Rahmat hammasiga. Sizlarga ham rahmat. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli, sog' salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Yana bor, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuzingiz doimo quvonchga to'lsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz arimasin. Duo va barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Yaxshi qoling, sog' bo'ling. Rahmat, oshga kelinglar. Rahmat, Alloh panohida bo'ling. Sizlarga ham Xudo o'zi asrasin. Rahmat. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolab
dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.